Salom hammaga do'stlar. Hozir men sizlarga uzun videolar nima uchun rekomendatsiyaga chiqmayotgani sababini aytaman. Birinchi bo'lib, nima uchun uzun videolar rekomendatsiyaga chiqmaydi? Gamer yoki ta'limlik videolar, o'yinga oid videolar uzun 3, 4, 7, 8 minutlik videolar nima uchun rekomendatsiyaga chiqmaydi? Agar sabablar bu ko'p. Birinchi sababi bu, agar uzun videoni birinchi marta qo'yayotgan bo'lsangiz, bu birinchi algoritm hali sizni tana olmagan videolaringiz va yo'nalishlaringiz har xil bo'lsa, u video bitta qo'ygan o'sha gaming uzun videoyingizda hali algoritm o'rganib chiqyapti va siz iloji bo'lsa yo'nalishni bitta qilishingiz kerak. O'yin bo'lsa o'yin, kulgili bo'lsa kulgili. Birinchi bo'lib uzun video qo'yayotganingizda birinchi qo'ygan uzun videoyingiz yoki ikkinchi qo'ygan videoyingiz rekomendatsiyaga chiqmasligi mumkin. Odamlar ko'rmasligi mumkin yokida 5-6 ta yokida 100 tadan 200 tagacha prosmotr olishi mumkin va to'xtab qolishi mumkin. Bu degani nimani anglatadi? Ya'ni algoritm boshlanishiga sizda ko'rib chiqmoqda va bu uzun videolarni qaytadan yana yuklaversanglar, qaytadan yana yo'nalishda olib boraversanglar va yana kanallar normalniy rivojlanadi degani. Va ikkinchi sababi, sizlar qo'ygan videolarda uzun videolar qiziq emas odamlarga hech qaysi. Birinchi bo'lib, odamlarda 3 sekund ichida qiziqtirish kerak. O'shandagina algoritm bu video qiziq ekan deb ko'p odamlarga tashlashni boshlaydi. Sizlar videolar birinchi navbatda qiziq bo'lishi kerak, kreativ bo'lishi kerak. Va uchinchi sababi do'stlar, sizlarda qo'ygan videolar previewsi yokida videosi, montaji juda ham sifatsiz va video ovozlari ham sifatsiz va video ekran namoyishlari ham juda ham sifatsiz. Birinchi o'rinda qilinadigan narsalar bu previewni juda ham ideal, odamni o'ziga tortadigan bo'lish kerak va video har soniyalari qiziq bo'lishi kerak. O'shandagina videolaringiz rekomendatsiyada prosmotr olishi mumkin. Sabablar shu edi do'stlar. Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar. Shu asosiy narsa shular do'stlar. Montajni sifatli qilish kerak va ovozlarni ham sifatli qilish kerak va boya aytganimdek birinchi o'rinda yo'nalishni to'xtatish kerak emas. Har qancha prosmotr yig'ganda ham va videolarni o'chirib olish kerak emas. Qancha prosmotr bo'ladimi yo'qmi turish kerak. Videoning joylari, sifatli joylarlar davom ettiringlar va algoritm sizda tanishni boshlaydi. Va do'stlar, algoritm sizlarda tanishni boshlaydi va videolar asta-asta ko'tarishni boshlaydi. Va algoritm push tugmachasini bosganda sizlarda videolar просто tak bomba bo'ladi. Shuning uchun hech qachon to'xtamanglar. Hozircha xayr do'stlar, kanalga obuna va like bosishni unutmanglar.